Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan G'allaorol tumanida dala chetlari, kanallar, sug'orish va kollektor drenajar tarmoqlarining atroflaridagi maydonlarda ham mahallaning ichki ko'chalariga mevali ko'chatlar va to'qsonbosti ekinlari ekishni hamda organik toza mahsulot yetishtirish bo'yicha seminar o'tkazildi. G'allaorol tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini samarali tashkil etish maqsadida dala chetlari, kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlarining atroflaridagi maydonlarda hamda mahallaning ichki ko'chalariga mevali ko'chatlar va to'qsonbosti ekinlarni ekish hamda organik toza mahsulot yetishtirish bo'yicha seminar o'tkazildi. Seminar davomida fermer xo'jaliklari rahbarlariga kasallik, zararkunanda hasharotlar va begona o'tlarni tarqalishini prognoz qilish bo'yicha fenologik kalendarni yuklash, undagi hasharot va zararkunandalar haqida tushunchalar berildi. Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash, bog'larda mavsumiy agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish bo'yicha batafsil tushuntirish ishlari ham olib borildi. Bundan tashqari seminar ishtirokchilariga bahorgi mavsumga tayyorgarlik ko'rish, yerlarni unumdorligini oshirish, sug'orish va o'g'itlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi.